أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Balad surasi 20 oyatdan iborat. La uqsimu bihadzal balad. Bitta to'rtta so'z, ha? La uqsimu bihadzal balad. Ya'ni arab tilini so'zlarini bilmaydigan odam so'zlarni o'rtasini bo'lib to'xtab qo'yishi mumkin. Shuning uchun alohida nechta so'z borligi, qaysi so'z qaysiligini aytib ketyapman. Masalan, la uqsimu bihadzal deb ashna qilib o'qish mumkin. Yoki uqsimu bi deb turib keyin hazal baladi deb shunaqangi bo'linib o'qib ketishlar bo'lishi mumkin. Bu yerda to'rtta so'z. La uqsimu bihadzal balad. La da mad munfasil kelyapti mana. To'lqin bilan orqasida hamza kelganligi uchun 4 1 2 3 4 5 deguncha cho'zish ixtiyoriy, ya'ni 2 cho'zilish kerak. 4 5 cho'zish odamning ixtiyoriga bog'liq. Cho'zgan yaxshi lekin. Uqsimuda qof qalqala. Qof yo'g'on harf bo'lgani uchun qalqalasi ham yo'g'onroq chiqadi. Bihazalda mana bi birinchi keyin yumshoq ha. Hadan keyin yana mad tabiiy kelyapti. Z dan keyin ham kelyapti. Lekin bir-biriga ulanib ketadigan joyda kelayotganligi uchun mana alifni madlik sharti yechilyapti. Bihazal balad deyilmaydi. Bihazal deb ulab ketilaveradi. Balad oxirida ham sukun berib to'xtaganimiz uchun qalqala bo'ladi. Va anta hillum bihazal balad. Bu ham mana to'rtta so'z. Va anta bitta, andada nun tga yo'liqqanligi uchun ixfo bo'lyapti. Vanta bo'lib ketmasin. Va anta hamzaning ustidagi alohida o'qiladi. Nun tga ixfo qilamiz. Ingichka harf bo'lganligi uchun ingichka ixfo bo'ladi. Va anta og'zimizda ikki chekkasida kichkina kulgichga o'xshagan chuqurcha paydo bo'lib ixfo qilinsa to'g'riroq chiqadi, chunki ingichka harf. Hillum o'rtaha. Endi bu yerda tanvin b harfiga yo'liqqanligi uchun iqlob qoidasi bo'lyapti. Mana kichkina mimcha bildirib qo'ygan, ya'ni tanvinning o'rniga mim o'qiysan degani. Hillum endi bu yerda ixfodi, iqlobda g'unnasi bo'ladi. G'unna qilib, ya'ni ushlab turamiz. Hillum bihazal hadan alif mad bor. Zal ulaymiz, lamni sukunini to'liq beramiz. Balad d yana qalqala. Va walidin va ma walad. Va walidin mana vdan keyin alif mad bor cho'zamiz. 1 2 deguncha d tagida mana kassalik tanvin kelyapti, ya'ni idg'om vovga yo'liqqani uchun kirgizib yuboramiz. Kirgizib g'unnali idg'om bo'lgani uchun 4 5 deguncha ushlab turamiz. Va walidin va ma dan alif mad bor. Walad yana qalqala. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad d qalqalasi bor. Khalaqna kho istilo harf, yo'g'on harf oyga o'qiladi. Qof qalqalasi bor. Nal lamga ulaymiz. Ulaganimiz uchun alif mad sharti yechilib ketib cho'zilmaydi. Khalaqnal insana deyilmaydi. Khalaqnal birinchi lam ketdi uladik, endi alif. Alif tagida hamza kelyapti, hamzaning tagida kasra kelyapti. Shu kasrani o'qiymiz. Endi bu yerda nun s ga yo'liqib ixfo bo'lyapti. Nunni s da chiqadigan joyga yashiramiz. Insana insana bo'lib qolmasin. Insana s dan keyingi mad cho'zamiz. Fi o'zi mad harfi bilan birga yoziladi. Fi da 1 2 deguncha cho'zib qo'yamiz. Kabad qalqalasi bor. Yahsabu ayahsabuda mana boshda alif, ustida asi bor. Ayahsabu hadis sukunni yaxshi chiqaramiz. Allay yaqdiro. Nunda lamga yo'liqqanligi uchun nun idg'om bo'lyapti, lekin g'unnasiz idg'om. Undan keyin nun yo'ga yo'liqyapti, bu g'unnali idg'om. Bunda prosta bir-biriga kirgizib, mana o'zi ham tashdid qilib qo'ygan. Tashdid bor deb o'qiymiz. Bu nunni yo'ga kirgizib g'unna qilib ushlab turamiz. Allay yaqdiro qof qalqalasini beramiz. Alayhi
alayhi bo'lib ketmasin. Alayhi yerda sukun beramiz. Ahad yana qalqala bor. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yaqulu da vav mat bor. Cho'zamiz 1-2 deguncha. Ahlaktu yumshoq ha deb beramiz. Ahlak kedi sifatini beramiz. Ahlaktu bo'lib ketmasin. Ahlaktu ak bo'lib kedi sifatini beramiz. Malal modan keyin alif mat bor. Lada ustida tanvin, ya'ni idg'om bo'lyapti. G'unnasiz idg'om bo'lyapti. Ya'ni bir-biriga kirgizib faqat ikkitalikka o'xshatib o'qiymiz xolos. Malal lubada oxiri mat bilan cho'zib to'xtaymiz. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu hada sukunini to'liq beramiz. Bu yerda idg'om bo'lyapti. Nun lamga kirib ketadi. G'unnasiz idg'om faqat tashdidga o'xshab mana belgisi bor. Allam mimni sukun beramiz. Allama bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Yarahu da sila kubro kelyapti. Ya'ni mana mat kichkina mat vovcha ustida to'lqini bilan, ya'ni orqasida hamza kelganligi uchun. Yarahu deb 4-5 deguncha cho'zamiz. Ahad yana qalqala. Alam naj'al lahu aynayn. Alam sukun to'liq beramiz. Naj jda qalqala. Naj'al lahu tashdid bor. Bir-biriga kirgizib olamiz. Ikkitala bir joyda bir xil harfi kelib qolganligi uchun vovni cho'zamiz. 1-2 deguncha. Naj'al lahu aynayn. Lin mat kelyapti. Aynayn ya'ni lin degani yo yoki vav harfi qachon o'zi sukunli bo'lib oldidagi harf fathali bo'lib ketsa lin harf bo'lib qoladi. Shu lin harf orqasidan og'riz sukun bilan kelgani uchun lin mat bo'lyapti. Ya'ni buni qanday cho'zamiz? Aynayn deb ash harfi ustidan ushlab turib ezib cho'zamiz. Aynayn bo'lib ketmasin. Aynayn yoki aynayni bo'lib nun qalqala ham bo'lib qolmasin. ولسانا وشفتين. ولسانا da qisqadan keyin alif mat bor. Nunna ustida tanvin bilan vovga yo'liqqanligi uchun idg'om bo'lyapti. Idg'om qilib vovni ushlab turamiz. Shafatayn da yana hozirginaqa lin mat kelyapti. Wa hadaynahu najdayn. Bu yerda ham va hadaynahu nundan keyin mana kichkina alif mat bor. 1-2 deguncha cho'ziladi. Nunga urishtiryapmiz. Urishtirganimiz uchun tashdidli nunda g'unna paydo bo'lib ushlab turamiz. Komil g'unna bo'ladi. Tashdidli nun bilan tashdidli mimda komil g'unna bo'ladi. Ya'ni 5-6 deguncha ham ushlab tursa bo'laveradi. Najdayn je qalqala, daynda yana lin mat. Falaqtahamal aqaba. Fallaq deb qofga qalqalasini beramiz. Urishtirib yuboryapmiz. Aqoba mollamni ham sukun beramiz. Oxirida toy marbutani ha qilib to'xtaymiz. Va ma adraka mal aqaba. Va ma da mat munfasil kelyapti. Mana hammat harf ham ustida to'lqin, orqasida hamza bilan 4-5 deguncha cho'zamiz. Adro de qalqala, rodan keyin tabiiy mat kelyapti. Mal yana mda lamga ulaymiz, ammo o'rtada ikkala alif ham o'qilmay qoladi. Aqoba, fakku raqoba. Bu yerda qoida yo'q. Mana ha qilib to'xtayapmiz xolos. Raqobada ro'ni yo'g'ori aytamiz. Tafhim qof ham stilo harf yo'g'ori aytamiz. Aw it'amun fi yawmin zi masghaba. Aw vovni sukun yaxshi beramiz. Aw lablarimiz cho'chaytirganimizda chiqadi. It qalqala beramiz. Ham yo'g'on harf. Amun aynaga alif mat. Madusda tanvin fa yo'liqyapti, ixfo bo'ladi. It'amun fi tagida mat bor cho'zamiz. Yaw vovda labimiz do'rdaytiramiz. Yawmin endi ixfo. Ingichka harfga kelgan uchun og'zimizni yayib ingichkalashtiramiz. Yawmin zi cho'zamiz. Yomat bor. Masg'oba sifatini masg'oba deb shab o'tib ketmaymiz. Masg'oba chunki sukunlik safir sifati bor. Yatiman za maqroba.
yatiman. Yda mana ydan keyin tdan keyin mat kelyapti. Manda ixfo zga, zdan keyin alif mat bor. Maqroba qof qalqala, oxirida toy marbuta. Aw miskinan za matroba. Aw vovni sukun beramiz. Miski kedan keyin yo mat bor. Nanda ixfo kelyapti. Zdan keyin alif mat bor. Za matroba ters sifatini chiqarib, ro'ni yo'g'onligini berib, oxirida toy marbuta bilan to'xtaymiz. Matroba. Summa kana matroba deb mot qalqala bo'lib ketmasin. Matroba. Summa kana mimda tashdidli kelgani uchun komil g'unna qilamiz, ushlab turamiz. Kana muakkaf alif bilan birga yozilgan. Kana doim 1-2 deguncha cho'ziladi. Minallazina ziratil bosamiz. Amanu ya'ni hamzani ustidagi a o'qiymiz, undan keyin kelgan alif mat cho'ziladi. Amanu vovul jamoa kelyapti, bu ham cho'ziladi. Amanu deb watawasaw mashata e'tibor beramiz. Sovabili bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Bis sabri b qalqala. Watawas bo'lib urishib ketmasin. Watawasaw bil bo'lib ketmasin. Vovdan keyin mat bor, e'tibor beringlar. Watawa deb cho'zamiz. Watawasaw bil marhama. Ulaika mana vov o'qilmaydigan vovligi uchun mana och seriyada qilib qo'ygan. Lani cho'zamiz chunki mat muttasil kelyapti. Ulaika 5 deguncha cho'zish shart vojib. Ashabul masotdan keyin yozilgan hadan keyin alif mat kelyapti. Maymana mo'min kichkina burchak chiqarib qo'ygan joyida ham mim bor. Maymana yamana bo'lib ketmasin. Maymana. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين لا urishtiramiz, ziratil bosamiz, zdan keyin yomat beramiz. 1-2 deguncha والذين كفروا davomat beramiz. Bdan keyin hamzani ustida a kelib, shuni o'qiymiz. Bi aya hamzadan keyingi alif ashunda mat bo'lib qoladi, cho'zamiz. Y'dan keyin ham bor, e'tibor beringlar. Bi ayatina hum sukunni to'liq beramiz. Ashabul sotni sukunini beramiz. Hadan keyin mat bor. Bul mash'ama hamzaning ustidagi a ham o'qiymiz. Mash'ama alayhim narum muqsada alayhim yer sukun berdik, mimni izhorini beramiz, ya'ni alayhima deb qalqala bo'lib ketmasin. Narum muqsada, narum deb tashdid bilan, ya'ni mana bu tanvin mimga yo'liqqanligi uchun g'unnali davom bo'lib urishib ketyapti. Tashdid qo'yib qo'ygan, ya'ni ikkitalikka o'xshatib, bir-biriga kirgizib ushlab turamiz. Narum muqsada hamza ustida sukun bilan kelganda ozgina taqalish beriladi. Bu hamzani ustidagi sukunni ko'rinishlardan bir turi. Hamma Qur'onda har xil yoziladi. Muqsoda. Endi mo oxiriga nimaga mim qilib qo'ygan desanglar, agar surani davom etib o'qib ketmoqchi bo'lsanglar, Bismillahirrohmanirrohimga ulanib ketsa, b ga yo'liqqan bo'lib qolib, tanvin iqlob qoidasi yuzaga keladi. Agar uni davom etib o'qib ketsanglar ishlaydi, bo'lmasam e'tiborga olinmaydi. Muqsodatum bismillahirrohmanirrohim bo'lib ketadi. To'xtab o'qimaydigan bo'lsanglar, muqsoda deb prosta to'xtaladi xolos. Sadaqallohu azim. Alloh manfaatli qilsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ulashishni va o'z fikrlaringizni bildirishni unutmanglar. Kommentariyalarda juda ham yaxshi fikrlar bildiryapsizlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh davomli bo'lsin.